Nechik olishar ekan mening siz yurib, meni alashganni qalbina kelgay, oshiqlik boshima. Aramizga mana qudajonlarimiz tashrif buyuribdilar. Demak, qudalarimiz kelgan bo'lsalar, albatta qudajonlarimizni oltin qudalar keldi, gulden qudalar keldi deya kutib olamiz. Aynan ish qudalarimizdan. Suvsatinga shox bog'i, yo'l bering qudalar keldi. Suvsatinga shox bog'i, yo'l bering qudalar keldi. Ochilgan gullar g'unchalar, joy bering qudalar keldi. Ochilgan gullar g'unchalar, joy bering qudalar keldi. Oltin qudalar geldi, gülden kudalar geldi. Aydın kudalar geldi, gülden kudalar geldi. Bizetin kuşki ayvonlu, gözetin uçmaz kazanlı. Bizetin kuşki ayvonlu, gözetin uçmaz. O'stirgan niyatlari oq. Bir umr mehnatdan qo'llari qadoq otmishga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni suymasang, kimni suyasan? Barcha bolasin birdek suygan, saharlarda non yopib sochlari kuygan. Senga ipak tikib o'zi chitkiygan, onangni suymasang, kimni suyasan? Yashingni oshirib yomoning yopgan, 40 bitta jonini senga baxsh etgan boriga shukr deya qanoat etgan ayolingni, yoringni suymasang, kimni suyasan? Ishdan kelganingda assalom degan yuzidan cho'mchsang qiqirlab kulgan, 3 kun ko'rmasang tushingga kirgan o'g'lingni, qizingni suymasang, kimni suyasan? Qishda o'zimin ishkomdan uzgan, yozda kulchasi tandirsiz pishgan. Ey birodar, Allohning nazari tushgan shu yurtni, shu elni, vatanni, shunday qadriyatlar, shunday el-elat mahallani suymasang, kimni suyasan? Assalomu alaykum. Ota-onasi, ahli oilasi, birodarlarga suyukli bo'lgan va ularni sevguvchi aziz qadrli eldoshlar, assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugun oqshom elimiz yana bir e'tiborli, e'zozli, ziyoli, obro'li, baxtiga hamma havas qiladigan oilani quvonchli kuniga yig'ilgan qadrli mehmonlar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar, to'linglar, to'kilmanglar, xatolaringizdan hech kam bo'lmanglar. Ta'kidlaganimizdek, nafaqat shu elda, balki Voha viloyatida e'tiborli, e'zozli oilasi bo'layotgan Safarovlar oilasi sulolasida qadrli hoji otamiz mana to'planqalaga kelganimiz bilan shu insonimizda nurli chehralarni ko'rganmiz va kerak bo'lsa tarbiyalarni olganmiz. Odambergan hoji otamizga bugungi navara to'ylar muborak bo'lsin. Orzugul hoji onamizga bugungi navara to'ylar muborak bo'lsin. Jumagul onamizga bugungi navara to'ylar muborak bo'lsin. Hoji ota, hoji onalarimizni, qadrli insonlarimizni, yoshi ulug'larimizni, bobo momolarimizni umrlari ziyoda bo'lib, tani jonlari sog' bo'lib, hamisha hayotda bor bo'lib, oila, farzand, navara, chag'ara, evaralarga bosh bo'lib, evara to'ylarga ham bosh bo'lmoqlik, oldiga shunday dasturxonlar yozib, ana shunday yerni kutib o'tirmoqlik ularga nasib qilsin. Qaraversa bugun qizlarni debocha to'y oqshomlarida nishonlayotgan qadrli, hurmatli og'amiz Alijon og'amizni eng avvalo bugungi farzand to'ylari bilan qutlaymiz. Qadrli og'amizga bugungi oiladagi go'zal kunlar muborak bo'lsin. Zubaratjon kinoyimizni tabriklaymiz bugungi farzand to'ylari bilan. Oiladagi chiroyli kunlar bilan tabriklaymiz. Valijon ukamizni ham qutlab qo'yamiz ana shu go'zal kunlar bilan. Umrlari ziyoda bo'lsin. Oila, aziz ota-onalarimizni hamisha xonadonlarda go'zal kunlar bo'lishlarida inshaalloh. Alijon og'amiz, Zubaratjon kinoylarimiz Valijonni ham to'ylarda tez oralarda nishonlab, el oldiga mana shunday dasturxon yozib o'tirmoqlik. Demoqchi bo'lganlarimiz xonadonlarda hamisha chiroyli kunlar bo'lishlarida niyatlar qilib qolamiz. Kechamiz sababchisi hammalarimizni hayajonga yuraklarimizni to'ldirib, aynan shu kechamizga kirib kelgan kechamizni to'g'ridan qalbimizni qo'ridan joyiga olib, kechamizni eng go'zal malikasiga aylangan kelin singlimiz Ruxsora Bonuga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz.
borayotgan mahalla ko'chasida eng ibratli, namunali, baxtli kelin bo'lishligini hamma havas qiladigan, otangga, onangga rahmat deydigan so'zlarni hamisha oilaga, o'z ota-onasiga eshitib beradigan kelin bo'lishlarida niyat qilamiz. Bugungi bebocha to'y oqshomlaringiz muborak bo'lsin, baxtli, saodatli bo'linglar. Hurmatli azizlar, dasturxonlarimizda duolar qilib, Allohdan ana shu kunlarni niyatdan istaklar qilib so'ralgan kunlar va nihoyat tashrif buyurdi. Bugun kechamizda qo'ni qo'shni mahallaviy qarindosh urug' do'st yor, oshli og'ayni bilan birgalikda eng muhimi hurmatli bobo-momolarimiz, ota-onalarimiz, yaqin samimiylarimiz ishtirok etishmoqda. Bir necha soniya va daqiqalardan keyin ana shu insonlarimiz ulardan kechamiz malikasi uchun chiroyli niyatlar jarang sochishda boshlaydi. Shunday ekan biz davrimizga hurmatli insonimiz Bahodir akamiz Bobojonov, ya'ni Tuproqali tuman, Tuproqali maskan Xiva mahalla qonuniy bir raisi Bahodir akamiz Bobojonov taklif etamiz. Niyat istaklarni oilaga, kelin singlimizga bildirib, bugungi oqshomimizni ochiq deya e'lon qilib berdilar. To'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli to'y davrasi qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun to'proq qalani temir toshini qo'ygan insonlardan biri Saforatlar xonamda, xususan Qodir akam, Arzugul opam, Alijon, Zumratxonlar xonadonida ajoyib to'y tantana, o'zini ilk murodi katta qizini Visol oqshomidan bugun burun bo'ladigan qizlar bazmi davrasini xalqqa katta dasturxon qilib yozib, yana quvonib o'tiribdi. Shu singlimiz bir-birida baxt ochilsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Boradigan oilasi ham shu uzoq emas shu yerda, hamkor hududimizda. Giroylar deymiz bizlar, ana Farhod voy bilan Xudoanda bo'layotir Alijon ukamiz. Baxtli taqli bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Ikki tomon istagandek mustahkam oila qilsinlar. Xudo shokrlari ming yillik bo'lsin. Ularni kamolini ko'rib, oilalarini ko'rib, ikki tomon quvonsin. Ish qilib qonunlardan yaxshilar to'g'rilagan Alloh taolo nasib rozi qilsin. Men o'zim nomimdan hamma bilan birga ishlagan shu hududdagi shogirdlarimdan bu yangi qilayotgan oilani chin qalbimdan qabul qilaman. To'y bo'lsin, yaxshi bo'lmasin. So'z bergani uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Hammangizga sog'lik, salomat. Şimdi ya da aytmam çukur ecenlerle akışkanlarını Sözlerimizin başı sana yüken ekenler bir açıklanlarımız. Kimde gelmezsem eğer yaralı canlarını sakallar açan alet veranlarını. Buraya öpülmesin sınıfa şiir gelişimde yar aytmam çukur ekenler yazı çıkanlarını. Gelmezsem eğer yanadı canlarını